Hem de doktor sizce hem de muşundaq bir ahvalga düşüp kalışının sebebi nima hem de? Endi bu hakikaten bir ikki qizga gapga javob berishni qiyin bir tema. Mana shunda adamlar bir qancha nuqtalarga ayirib turib biz o'zimni ko'z qarashini so'zlab boqay. Bunda bir ahvol mavjud. Haligi ma'lum bir to'qinish uzoqgacha hal qilinmasa, ya'ni bu to'qinish uzrab ketsa, bu to'qinish qatnashuvchilarda ma'naviy jihatda bir xo'rash, charchash yuz berdi. Bu inson tabiatida mavjud ish. Uyg'urlarning Xitoylar bilan bo'lgan bu turmushimiz asli tarixi texmi uzun. Ammo biz buni bu 2017 yildan keyingi shu keng ko'lamlik lagerlarga solashni bir yangi bir boshlanish deb qarasak masalan, albatta u boshlanish emas. Agar shuni boshlanish deb qarasak, shu vaqtdan hozirgacha bo'lgan bu ahvolda Xitoylarning vatandagi yurgizayotgan siyosatida hech qanday mohiyat xarakterlik Uyg'urlarga foydali bir o'zgarish yuz bermadi. Yoki chet eldagi bizning mujohidalamizmi mana bunda bir o'zgarish paydo qildi deyishni qiyin bir vaziyat shakllandi. Hoş. Bunda ahvolda natija ko'rolmaslik va bu to'qinishning, bu ziddiyatning uzrab ketishi balkim Uyg'urlarning ma'naviy energiyasini xo'rlashi mumkin. Shuning bilan bu xo'rash balki bu pastlikning bir sababi bo'lishi mumkin. Hamda ikkinchisi mana shu real sabablarning birisi bo'lishi mumkin. Uni men real sabab deyman, ammo buni nurg'un Uyg'urlarning bahona qilishini chuqur unutmaslik lozim. O bo'lsa nima desa, chet elda turmush halakchiligining hammalarni aldash qilib o'tishi. Hoş. Bo'lib masalan yaqinqi 4-5 yil mobaynida Turkiya alayida bir iqtisodiy krizis ichida buni hammamiz har kuni bevosita ta'min etib turamiz. Ya'ni xulpaqonlikning favqulodda yuqori bo'lishi va uning uzoqgacha hal bo'lmasligi bu kishilarning hamda har g'amini vatan millat g'amidan bakrak o'zining iqtisodiy g'amiga, oilani qanday boqay degan aqlli bir g'amga markazlashtirib qo'ydi bizning tirishchiligimizni, xiyolimizni. Menimcha bu Turkiyada emas. Amerika, Yevropaga ketgan qarindosh bilan paranglashsakmi? Nima o'xshashlar. Her günü mancha soat ishlash kerakligi, mancha soat ishlamasak, uyning ijorasini to'lash, jon beqish, pul xarjlash qisqasi turmush halakchiligi deyiladi. Bu bek jiq odamning birinchi g'amiga aylandi. Hem bu tabiiy bir ahvol hamda. Bu chet elda boshqa chorami yo'q. Mesela benim bilishimcha, bu yaqinqi 2-3 yil mobaynida shu da'vo sepida hali aktiv ishlayotgan nurg'un yosh bolalar hozir asta-asta ayrildi. Bunun ba'zisi balkim ay deb xapulab ayrilgan bo'lishi mumkin, bu ish ahmoq ish ekan. Balkim ba'zisi olgan maosh yoki kundalik turmush ehtiyoji bilan orliqni yiroq bo'lib ketdi. Ya'ni hozir olgan maosh faqat yetmaydi. Shuning bilan ular xohlab xohlamay jon beqishning yo'liga kirib ketdi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda vatan millat g'ami balkim chet eldagi 99% Uyg'urning qo'shimcha g'amiga aylandi. Hoş. Qo'shimcha g'ami degan shu. Hozir degan turmush halakchiligidan asli qutulgan vaqtda anadan keyin o'ylab qo'ydigan va bu vatan millat g'amini yeyish hozir faqat to'g'ri chiqish orqali Facebookda munozirlik ish kuchiga gap qilib qo'yish, azul ahurib qo'yishdan iborat konkret xizmat emas, ammo o'zining hissiyotini tuklangan bir xil vatan millat g'amini yeyishga aylanib qoldi. Buni ham ishlarning haqiqiy vujudga chiqishiga hech qanday foydasi yo'q bir ahvol. Şu ikkinchisi menimcha shu turmush g'ami, turmush halakchiligi
menimcha muhim bir sebepning birisi bo'ldi deb. Bundan bir to'g'ri tushunishga bo'lgan tarafi deganim, haqiqatan qochib qutulib olmaydigan bir masala. Xo'sh. Ammo buni bahona qilib olishga bo'lmaydi degan tarafim. Buni so'zlagan vaqtda buni cho'qim eskartishim lozim. O'zining milliy mustaqilligi uchun, erkinlik uchun kurash qilayotgan bir millatning a'zolari bu mücadeleni qilgan vaqtda hech bir zaman pulisini tepib bulab, xizmatini qilib etib, uylarini silib etib, mashinalarini ilib etib, andan keyin qeniz düşman sen nerede deb yugurib chiqmaydi. Xo'sh, xo'sh. O tarixdan buyon bunda bo'lmagan. Buniki bunda. Yani turmuş meselesi bu vatan millet mücadelesini kılmaslığa yoki buni ishtirok qilmasligiga qat'iy bahona olmaslığı lazım. Doğru aldırış vaqtlarda ishlasin, jenda boqsin, ammo ashunda vaqtning o'zidami, ishlash turibmi, qo'shimcha vaqtlardami her daim bu o'tni ko'ymasa, buning suyida oqmasa, o'zining vijdonini oldidimi, bizning dinimizning tarozisidami, o mening qarashimcha yana gunoh ishi deydi. Yani ey Allah, men aldirash ulab qolgandim, shu chog'da men bu yerning ijarasi bek qimmatlab ketib, jonbek ishni boshqa hech qilolmay qoldim degan gap bilan bu majburiyatni ado qilmasligimizni oqlab olmaydi demoqchi. Endi uchinchi sabab, bu bir makro sabab. Makro sabab deganimiz bugungi dunyo hozirga oid cho'nqur bir o'zgarishni boshdan kechiryapti bizning hammamiz his qilyapmiz. Bu o'zgarishning hozir bizga ko'zimizga ko'ringan alomatlari Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining asta biz Sharq Turkiston davosida ishlatayotgan kishilik huquq, erkinlik, so'z erkinligi, demokratiya deganga o'xshash huquqlarni ular o'zlari bir-birlab dafsanda qilyapti. Hozir bundan foydalanib, bundan keyin uzoqcha da'vo qilish bir xil burung'idek ta'sirini ko'rsatmaslik ehtimoli bor bugungi yuzlanishga qaraganda. Xo'sh. Masalan, Amerikaning G'azzadagi qirg'inchilikni tutgan pozitsiya emas, ularni qo'llashi, ya'ni irqiy qirg'inchilikning bir qo'lcho'shi Isroilga. Bugungi mesela İran'a qaratilgan urushlar g'arb kishida yerim paydo qilishga boshladi. Bu albatta kimga fursat? Rossiya bilan Xitoyga fursat. Ularmi Xitoyga fursat. Xitoyga borgan sari bu xil makro fursatlarning echilishi. Andan keyin yani bizga foydasiz vaziyatlar shakllanishi demoqchi. Belki albatta texmi cho'nqur yerlarda bizga foydali ba'zi o'zgarishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ammo zahiriy jihatdan hozircha mening aqlim yetganim shundoq. Andan keyin bizning da'voyimizga nisbatan xalqaro dunyoning inkosining nachar bo'lishi. Gerçi az turli yig'inlarda tilga ilingan, ba'zi davlatlarda bizga munosabatli qonunlar chiqqan, albatta 15 yil, 20 yil burungi faqat tilga ilinmayotgan bir Uyg'ur bo'lishdan hozir har doim tilga ilinib turadigan bir holat kelgan bo'lsaqmi, ammo xalqaro dunyoning inkosi faqat shu mediada xabar qilish, qonun tuzsa uni ijro qilish qilmaslikni bilgili olmaydigan, uning nazoratini qilolmaydigan, ya'ni Xitoyga nisbatan hech qanday bir embargo bizning masalamiz haqida, Xitoyni to'xta deydigan hech qanday amaliy tadbir yo'q bir holatda. Shu sababdan men vatanda haqiqatan hech qanday o'zgarish paydo qilolmadik chet eldagilar. Agar hozir Xitoy asli bo'shatgan bo'lsa, menimcha bizning mujohidatimizning g'alabasi natijasi sababidan bo'shatmadi uni. Faqat o'zining siyosatining balki yangi bir bosqichga kelganligidan ba'zi tadbirlarni yangidan yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni xalqaro dunyoning inkosi. Andan keyin bo'libmi bizga nisbatan, bizga o'xshash bir musulmon millatga nisbatan bo'libmi islom dunyosining, ya'ni musulmon dunyosining ziyoda passivligi, hatto Xitoy tarafdorishi. Davlatlarda emas, balki shu diniy sohadagilarning agarchiligi bir qismi bizga islashni qildigan kishilar bo'lsa-mu, ammo umuman nisbatlashtirgan vaqtda
Mındal desek hem, İslam dünyası muhaciretlik Uygurluğa, ularning o'zining qarindishi ekanligini haqiqiy ma'nosida his qildirmasligi deganga o'xshab, bu makrolıq sababli bizning hey deb aytdi. Ümitsizlikka kirib qolishimizga menimcha yana muhim sababdan birisi. Xo'sh, endi to'rtinchisi, endi bu yuqorqisi biz nima qilolmaydigan, kontrol qilolmaydigan sabablar. Xo'sh. Yana xalqaro vaziyatimizni o'zgartirolmaymiz. Bu to'qinishning uzun yoki qisqa bo'lishiga biz ta'sir ko'rsatolmaymiz. Turmush elekchiligi degan gap bu bizning ilkimizdagi ish emas. Yani qo'saq ichiyordi. Shundaymi? Endi to'rtinchisi, endi bizga bormaydi. Umumyüzlik shu davo sepimizdagi xizmatlarni, tashkilotlarni davo sepidagi xizmatlarni bir xil nima deymiz endi? Hozir unda desak, nurg'un davo sepidagi qarindoshlar, hatto o'zimizmi shuning ichida bo'lib sifatimiz bilan xizmatlarning bir xil unumsizligi, natijasizligi menimcha eng muhim sabablardan birisi deb o'ylayman. Ya'ni burun masalan İstanbul'daki ma'rif tashkiloti namoyishga chiqinglar deb chaqiriq qilgan chog'da bir necha ming odam chiqqan bo'lsa, bugungi kunda chaqiriq qilsa qanchaga odam chiqadi? Ya'ni tashkilotlar o'zining chaqiriq kuchini yo'qotdi. Chaqiriq kuchini yo'qotdi. Bu bir tarafdan hammani xalqqa otib qo'yib, xalq passivlashib ketdi deyish o'zimizni ba'zida bazlash, paypalashdan boshqa narsa emas. Chunki tashkilotlar yo'lda ichib mang'uchlar bo'lib o'sibdi. Her vaqt o xalqni atrofida tutib tura oladigan xizmatlari, taktikalar, tashviqotlar bo'lishi lozim. Qilib ketdi degan gap qo'llashdan boshqa yaramaydi bu nuqtada. Andan keyin hamda shu oldingi yillarda o'ylab baqsaq hamda bunday bir manzirni hozir eslab chiqsak, tarixda kelgusida bizning bolalarimiz bu davrdagi muhojiratdagi Sharq Turkiston kurushining tarixini yozsa, kulgilik bir vaziyatni ko'rasiz. Haqiqatan ham. Bir tarafdan g'arbda bu bizning masalamizga oid kun tartibga kelayotgan nurg'un davlatlar, tashkilotlar Uyg'urlar biz nima ish qilib beramiz deb so'rayotgan. Yani her vaqt kun tartibning ustida biz, kun tartibning oldingi qatorida bir necha yil turdik. Bu Uyg'ur kurash tarixidagi favqulodda bir vaziyat bu hozir. Ketgandan keyin his qilibmiz. Ana shunday vaqtda bunda da Uyg'ur tashkilotlari odamlar nima ish qildi desangiz, bir mahal kim mustaqilchi, kim avtonomiychi deb tillashdi. Bir mahal yenimlar deyishmidi ish qilib butunlay İşimizdeki işler bilan. mavjud tashkilotlarni texnik nima qilish, sizlashtirish uchun deylik, kelchi uni qilayotganlar bunun biz davoning foydasi uchun qilyapmiz desam-o, mana bugun so'rash lozim. Unda da nimaga foydasi bo'ldi? Shu. Shuning nimaga foydasi bo'ldi? Ya'ni bu o'z ichimizdagi jidal majrolar bu vatan davosiga yiroqdan qarayotgan yomon necha yuz ming Uyg'urni umidlantirgan bo'lishi mumkin. Yani bizden adamlar, bizden teşkilatı bu işini kılanmaydık ya diyen ümitsizlikle çökken buluşu mümkün. Onun için onun başka bir teşkilatla özara bir hemkarlıktan yokluğu. Teşkilat halk arasında bir teşkilat düşmanlıkına oturup çıkıp kalış öyle bana. O kanda vaziyette. Aslında nurgun adamlar bilen paranlaşsa dernek teşkilatlarına şunu qilib içinden ait bir xil g'azab nafrat bilan tilga oldi. Albatta ularning unda qilishi xato. Ammo bu ish qilayotgan tashkilotlarning xalqdagi ashu passivlikni yoki ashu xil xato tushunchani yo'qotish uchun unumli xizmat qilolmaslikdan iborat yana bir paketni o'tirdi. Bu tashkilotlar o'tirsa hamkorlik qilib bo'lmasligi. Bayam degandek o'zaro jidal majrodan boshqa yine bu davo sepidagi nurg'un muhim adamlarning setchiliklari.
degandek bu meseleler xalqni davadan yiroqlashtirdi, Xo'sh. ümidsizlantirdi. Yani bu bizdeki meseleler. Çünkü neticesizlik hakkında adamı ümitsizlendirdi. Ben bir okuyucular sübüten bilen değilim. İmtihana tayyorluk kılıp bir imtihanın uda 5-6 kıtım ütenmişsem turup buna bu 6. 7. kıtımda imtihana tayyorluk kılmaslıkım mümkün. O bir ütenmeydik. 5. mühim sebepten birisi umum avam içinde o beni küzetkinememdi. Korkunçluk bir haletinde. Men açık Xitayning istihbaratımı belki şunu çok maksat kıldı deb o'ylayman. Muhaciratdagi Uyg'urlar arasida biz Uyg'urcha bir gap bor. Bir ailedan jidal majra qurilmasa, buningga dushmanlar qish chechib yetibdi ekan deb aytgancha, o'ylasa qish chechib yetibdi ekan deydigan gap bor. O xottanda badi belki menimcha boshqa yerdan bo'lishi mumkin. Xuddi muhaciratdagi Uyg'urlar arasida qish chechilib. Bu nima degan gap desa, teşkilatlararo hamkorlik emas, chet elda yashayotgan Uyg'urlar o'zaro xususiy shaxsiy munosabatlarni hamda kuzatishimcha haqiqiy bir mehr-muhabbat, ishonch ustiga qurilmaganligini, buningmi ig'ir zidilanganligini bir xil his qilaman. Balkim men biroz mubolag'a qilib solgan bo'lishim mumkin bu nuqtada. Endi ishonchning ko'tarilib ketishi degan gap qanday oqibat keltirib chiqardi desangiz, biz aytgandan kechgacha qarindoshlikni kuchaytili, hamkorlikni kuchaytili, ittifoqlik muhim desakmi, biz bu kuchaytiriladigan aşı qarindoshlik, aşı hamkorlik, aşı ittifoqlikning asosi ishonch. Birisi-birisiga bo'lgan ishonch. Bu ishonch yo'qolib ketgan ahvolida yuqorqi shuarni 100 yil to'g'risakmi, hech qanday so'z chiqmaydi. Deyimiz birisining Xitoyning adimi bo'lishi mumkin degan gumonimiz bor. Yana bizga nisbatan boshqa iqlimdagi birisi. Yana birisi umuman xatarlik birisi deyli. Shunday o'zaro yaqinda ko'ringanimiz bilan resmen mücadeleye lazım hemkarlık isteydiği vakitte bu işenç hem işte asası kaynadı. Şu halde ben tulu deydiğim bir gap var. Biz ağzımızı bozup tilleyemeydiğin hiç kim kalmadı. Elbette bir milletin içinde bu nihayet mühimdi. Ben bugün WhatsApp'ın durum diye bir nes çıkarıp koydum. David Brophy'nin bu Harvard'ın profesörü. O deyme. Uyghur Milleti degan kitabida shuni o'qiyotgandim. Shu yerda 1912 yili Xitoyda Manju imperatorligi yiqildi. Manju imperatorligi yiqilib derhal Mo'ng'ullar bilan Tibetlar mustaqillik yo'liga bordi va mustaqillikni e'lon qildi. Ammo Uyg'urlar unda qilmadi. Chunki ularning orasida modatuni Aksuaklar katlımı yok idi debdi. Yani derhal aşında fırsatını tutadigan xalq ichidagi sarxillar qatlamining yeterlik derecede yok mevcut emas ekanligini tushuntiribdi. Shuni sabab qilib ko'rsatibdi. Bu gap meni o'ylantirdi. Çünkü sizni işgal qilib olgan bir imperatorlik yıkılgan tursa, aslında biz müstakillab ketishimiz kerak emasmi avtomatik holda. Nima deb yeni biz ashunda bir fursatda mustaqil bo'lolmadik. Şu 12 yıl etrafidagi şu vaziyatni nihoyat inchki bir o'qib chiqish lozim. Çünkü bu bir milletning fursat kelsa fursatni tutish iqtidorini bizga ko'rsatib turadigan cho'ng bir aynak ekan. Xo'sh. Endi kelgusida oldimizga shunday bir fursat kelgan vaqtda yana qarab tursak, buni hozir oldida degan gapim bilan bog'lashimning sababi bir millat ichidagi o'sha sarxil kishilar, sarxillar qatlami yo'q qilinsa, millatning sonining jiq bo'lishining hech ahamiyati yo'q.
Hazır Xitay şunda kıldı. Hazır vatandaki Uygurlar sersiz Uygurlar. Yani sergisiz Uygurlar. Cemiyet içideki az bir çakırık kişiye barlık ehliyle, ziyalıyla, inavetlikrak edemle hemisi ya türmede ya öldürüldü. Bu da oğandaki ayetki sahnemiz neçe milyon bulab kesim o? Menajı biz bu timde başka bir program kılışımız gerek. Şu. Tamam. Hem çoğunkur bir tim. Şu anda belki çoğunun chat elde mi? Aslında bir serhellerimizi yaratışımız gerekti ama biz mi şu Xitayga yardımlaşıp tillığından bolsa tillab, inavetsizleştirilgan bolsa inavetsizleştirip çağırıp şu adamını koymadık oturdu. Meyli ziyali yıldın, meyli ehlen bildi de meyleni binesi de pekalitkan bir cüretken meyleni iyi hazır. Halanın bunda bir iş kıptı kendisi ya bunda iş kınmaydı o diyemde yaxşı adam de etrafta onu hudiyalaytkan adam mı kalmaktır. Ona o da katıldım. Şunda kıpsagan mı diye deylikemiz. Bu şey doğru mu diye deylikemiz de. Yani bu şençliğin kötülük demek çoğuna. Bayan degende bizning siyosiy uyushchanligimizning ma'naviy asosi bu. Masalan, bu yerda bunday bir narsani tilga olish lozim. Doim menimcha nurg'un odamlar o'zaro deyishmagani bilan Xitoydan vatandan soqchilik telefon qilib bizga ishlar talab qiladi. Bundan boshlab kelgan ish bu. Şunu ularning qo'lida aytib cho'ng ko'zir bor. Ya'ni ana bilan kurashtirib qo'yalikmi, dadam bilan kurashtirib qo'yalikmi? Sendan biz yomon yo'g'on bir narsani talab qilmaymiz. Faqat bunda nima ish bo'layotdi asli deb qo'ysa, ba'zi gaplarni patmay ko'rishib tursak, og'iyni ulab qoldi degan gaplar bilan boshlaydi buni. Xo'sh. Bunlar bu yerda bu ba'zi Uyg'urlarga nisbatan, "Ey, o'ylashib boqaymi ya" deydigan bir narsani paydo qildi. Uni nima ish qo'yilishib boqadi? Qarasa, maxfiy bir narsani deb bermasammi? Mesela şu istiqlalda aşkar ilan kılgan haberlerini dep bersem, palancalı namayış oldu diyen gapini dep bersem, ondan hiç kalsın mehbi emas. Şunda kılıp, şu öydikiler görüşüp alsam, anamdan bilen paranlaşıp tutsam, hem Xudanın aldığı münafık olap ketmeyme, milletten aldığı mı hain olap ketmeyme, hem atanın bilen mi görüşeleyme dep, bunda bir hesapla kılılgan Uygurlar benim için ait köp. Ama bu hiç kayısı yüzüne aşikar diyemeydi ona. Şunun bilen bu senaryoyumda bir terakki kıldırıp bakalım. Mesela birisine şunda izdiyse, hazırkıdaki oylagan birisi, hazır ben tasvirlegendeki hiyal kılgan birisi. Mesela değil, hele satrançxana nerede? Mesela bir Uygur'dan satranç kayada dep sorsa. Ya ki Sefaköy'deki palanı aşıxana dese bu satrançxananın nerelikin dep bersem hiç kadar izlemez. Hiç kısı yok da dep berdim. Ama o yeni birisiyle görüşken çağda sakçı. Ele koçideki satrançxanada oturup dep yeni birine sohbetleşken çağda dep oylaydı. Ya Allah, hası kurçida satrançxananın nerelikinden başlap bilip bulaptı. Onu bilmekten hiç nimi yok ya dep oylaydı. Şu. Yani bizge nisbeten nəhayət kıymeti yok degan bir haber. Kesbi adamının qo'lida kıymeti var bir istihbaratga aylandı o. Uni ishlatgandan keyin ayada bu satrançxonaning oshxonaning nerligini bilib bo'lgan yerda bu Xitoyni bilmaydiganimiz yo'q ki. Ondan keyin onun da qanday ro'yxat paydo bo'ldi. Meni izdeyinden qaraganda boshqalarni cho'qim izdaylik deydi. Şunun bilan nima shaklda o'tirib ishonmaslik chiqadi. Endi Xitoy nimani maqsad qilishi mumkin deb o'ylab baqilib. Xitoy zaten u uçurulning unchalar qimmati yo'q ekanligini bilsin-mi? Xitoy istihbarotining menimcha eng cho'ng maqsadlarining biri dal chet eldagi Uyg'urlarning o'ttirishga tafriqchilik terib qo'ysa. Shu yetadi. Shu gaplarni qila oladi. Bir qancha telefon bilan shunlar qila oladi. Şuna nisbeten bunu Uygurlar ve bizle akıllıkra konuşmamızda dötük kılmasımız gerek. Demek ki o ne memde? Bana Xitay'dan muşu taşkı müdahilleri mi?
bu işençsizlikten kötülük geçişinin mühim sebeplerinden biri demekçi. Yani bu işençsizlikten ibaret bu etizlik bolmagan ahvalasida bu etizlik üstüge tergan her qanday uruk qurup ketidi desek menimcha bo'ldi. En ahırda biraz uzun bo'lib qoldi masala. Xo'sh. 6. noktaga keldik. Biz bunu burunmazlık paranlaşkan. Uzun müddetlik mustemlekçilikni Uygurlarning ruhiy dunyosida qoldirgan asaretleri. Bu manayeti öz aldığı bek uzun, bek çoğunqur tema. Yani kulluk zincirinin bizden bedenimizle emas, bizden kalbimiz, ruhimiz kadar sınıp gidişi. Bizge ne kadar zulüm salsın mı, o zulümni bir şekilde hezim kılalaydıqanlığımız, hiç kısı yok diyelaydıqanlığımız, erkinlikimizden mehrum kılış bedeliga az to'la iqtisodiy manfaatlarga oldindiqanligimiz, tayoqni men yemisam mayli, boshqa o'lsin imkonim deydigan ma'qul pozitsiyalar menimcha texmi cho'nqur bir sabab. Chunki nurg'un kishilar qanday qilsa Xitoyda yarashib qoladilar degan tushunib kiryapti nima Uyg'urlar. Bu amaliyotda bundan keyin qanday qilsa Xitoylar bizni qattiq urmay bo'shroq ura, shunaqa maylitti deyotgan Uyg'urlar. Men balki shu programmada men so'zlagan bo'lishim mumkin. Men u yerda to'liq digim keladigan bir o'qitish bor. Biz ahvolimiz xuddi bir xil haroqkashning tayoq yeydigan xotiniga o'xshaymiz. Bu xotin doim shu haroqkash mas'ullar kelib kechdi urdi buni. Buna aytib dert tükedi mahalladagilarga, voy buni erim nima urib ketdi, bu ishni bir hal qilib qo'yinglar. Shular mahalladagi ish chaqirtib buni cho'nglar. Ya bu xotinni ajrashtirib qo'yinglar deb ajrashtirib qo'ygan vaqtda aslida bu xotin ya shu mas'ul misalam yaxshi, haroqchi misalam eskamasdi deydi. Yani yana ajrashib ketgan unimaydi. Ammo tillab turdi, meni urib ketdi deydi, ammo ajrashib ketgan unimaydi. Mas'ul misalam yaxshi deydi. Nurg'un Uyg'urlarning ruhiy holatimi Xitoy ma'nomda qilib soldi. Chinchuango kelgan Xi Jinpingning yoqi. Bunda siyosetni yurgizmasam eskamasdi degandek ajoraqqash haroq tashlab tez so'ngishib ketdi degan umidni kutgandek. Xo'sh. Bu xil favqulodda bir soxta umid ichiga kirib olganlar bor. Uni his qilib oldi. O davadan yiroq turib olishi, davaning kelgusiga nisbatan ishonmasligi, hatto uchuq oshkor oldi chet elda davada. Biz Xitoy bilan birga yashashimiz lozim degan gapni oshkor deyalgudek insonlarning o'ttirig'i chiqishi deganlar menimcha. Biz o oshkor degan bo'lsa, sonsiz oshkor demagan Uyg'ur bor. Xo'sh. Mana shu yuqorqi sabablar ma'lum nuqtadan bu passivlikni tushuntirib berishim mumkin. Xo'sh. Doktor ish qilib nihoyat atrofliq tafsiliy holatda bu kasallikki bu holatning sabablarini o'tirib qo'ygan bo'ldingiz. Haqiqatan realligimizdagi ichinishli masala.